Tanigan bilganlarga hammaga alangali salom. Men Vine sohasini, komediya sohasini tashlab, o'zim ancha yillardan beri qiziqib yurgan sohani boshladim. Ya'ni mana konsalting agentligini ochdim. Ochilishimga 3 kun bor. Vaqtim umuman kam. Remont sohasida to'g'risini aytsam, mana tushunmayman, lekin mana Otabek ukamga murojaat qildim. 3 kunning ichida dangalatib tashadi. Hosilar bilan birga ko'ramiz. Ofisim remonti bitgandan keyin menga ofisimning shift qismi, ya'ni patolog qismi umuman yoqmas. Oddiygina bo'lib turardi. Patologiya jamoasiga murojaat qildim. Ular kreativ, qanaqa uslubda yondashganini hozir o'zingizlar eshitib ko'rasizlar. Assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, Sardor aka ofislarga kelganimizda tayyor dizayn yo'q edi. Xo'p, ko'rib turibsizlarki, biz patologini grilyator bilan reysni kombinatsiya qilib berganmiz. Reysni nimaga kombinatsiya qilib berdik? Sababi devorlarda ham reysni, ya'ni mebel ranglar ishtirok etgan. O'sha sababli biz reysni bilan grilyatorni kombinatsiya qilib berganmiz. O'zingizlar baho berasizlar. Xo'p, o'zingizlar ko'rdinglar, baho berdinglar. Kim remont bilan shug'ullanayotgan bo'lsa yoki binolarni ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, shiftini shunaqa chiroyli gullatmoqchi bo'lsa, bemalol patolog jamoasiga murojaat qiling.